Endi siz ham zarur hollarda poyezdni to'xtata olasiz. Qanday qilib deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan temir yo'l sohasida ishlatiladigan qul signallari haqida gaplashamiz. Kunduzi qizil bayroqcha, kechasi qizil chiroqli fonar, to'xta, harakat taqiqlanadi ma'nosini bildiradi. Kunduzi qizil bayroqcha hamda kechasi qizil chiroqli fonar bo'lmaganda poyezdni to'xtatish quyidagicha uzatiladi. Kunduzi qo'l harakatining soat strelkasiga qarama-qarshi aylanma harakati. Kechasi esa oq chiroqli fonar bilan aylanma harakati. Poyezdni tezligini kamaytirish. Kunduzi qo'lni yuqoriga va pastga asta-sekin harakati, kechasi esa oq fonar bilan. Avtotormozlarni tekshirish vaqtida uzatiladigan signal. Kunduzi qo'lni yuqoriga vertikal ko'tarib, kechasi esa oq fonar bilan. Ushbu paytda mashinistning javobi bitta qisqa signal. Avtotormozlarni bo'shatishda esa kunduzi qo'lni gorizontal holda o'z oldida harakatlantiriladi, kechasi oq fonar bilan. Ushbu paytda mashinistdan ikkita qisqa signal. Poyezdni yon yo'lga qabul qilish. Kunduzi sariq bayroqcha bilan, kechasi sariq chiroqli fonar bilan. Jadvalda mavjud bo'lmagan yo'lovchi pochta bagaj poyezdlarini to'xtatishda uzatiladigan signallar qanday? Javoblarni izohlarda yozib qoldiring.